Bolangizda gijja va parazitlarni borligini 5 ta asosiy belgisi bor. Tishini g'ichirlatib uxlayotgan bo'lsa, sevib qo'yayotgan bo'lsa, og'izdan noxush hid kelayotgan bo'lsa, ovqatni tanlab injiqlik qilayotgan bo'lsa va 5-inchisi ko'p injiqlanayotgan bo'lsa, albatta bu bolada kamida gijjalarning 3 ta turi mavjud. Albatta bolani bu holatga tushishiga ota-onalarning o'zi aybdor. Doimiy ravishda bolaga kola fantalarni berishlik, kreshkalar, sun'iy ovqatlar berilishi bolalardagi gijja parazitlarning ko'payishiga sabab bo'lyapti. Albatta mana shu muammolardan qutulish uchun xuddi shu men sanab o'tgan sun'iy ovqatlardan umuman voz kechish kerak. Tabiiy ovqatlantirishga o'tish kerak va undan tashqari boladan gijja va parazitlarni tabiiy holatda yo'qotish uchun men sizlarga kompleks dasturni tuzib beraman. Buning uchun izohga plus belgisini qoldirsangiz, gijjalardan tabiiy usulda qutulish usulini men sizga jo'natib beraman. Albatta bunday foydali ma'lumotlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun bizga obuna bo'ling hamda like tugmasini bosib qo'ying.